Biz Evgeniy Alekseyevich Fedorov bilan suhbatlashyapmiz. Evgeniy Alekseyevich Rus armiyasi polkovniki. Evgeniy Alekseyevich iqtisod fanlari nomzodi, Rossiya parlamentining quyi palatasi deputati, Davlat dumasi budjet va soliqlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi, Rossiya Federatsiyasining haqiqiy davlat maslahatchisi. Bu bizning birinchi suhbatimiz emas. Biz siz bilan juda ko'p videolar suratga olganmiz, taxminan 18-7 yil oldin. Va nega men bugun, ya'ni 2025-yilda aynan sizning oldingizga keldim? Ha, bugun 2025-yil iyun oyi. Chunki sizning ko'plab bashorat va taxminlaringiz to'g'ri chiqdi. Hammasi ham emas, hammasi ham 100% emas. Lekin shunga qaramay, men u yerda YouTube'dagi boshqa ko'plab siyosatchilar, ba'zi tahlilchilar, suhbatdoshlar bilan solishtirdim. Har xil odamlar bilan, men hammasi bilan solishtirdim va ma'lum bo'ldiki, siz ilgari 60 ta qilgan bashoratlaringizning foizi juda yuqori. Siz hammadan ustunsiz. Sizda hozir sodir bo'layotgan voqealarga juda ko'p to'g'ri topilgan bashoratlar bor. Ya'ni siz bashorat qilgan narsalar to'liq yoki qisman amalga oshdi, to'g'rimi? Yoki amalga oshdi, lekin biroz boshqacha shaklda. Lekin baribir bu sodir bo'ldi. Va albatta menga qiziq, nega sizda bunday oldindan ko'ra olish qobiliyati bor? Axir aniqki siz folbin emassiz, to'g'rimi? Yo'q, siz qandaydir astrolog ham emassiz. Umuman bunday narsa yo'q. Demak, siz qandaydir mulohazalardan kelib chiqasiz. Sizning siringiz nimada? Biz ilm-fandan kelib chiqamiz. Ilm-fan har doim javob beradi, chunki ilm-fan bu qat'iy formula. U yerda ikki tor bo'ladi. Biz bashorat qilayotgan narsalarda hech qanday murakkablik yo'q. Har qanday odam, agar u metodikani o'zlashtirsa, biz bu yerda aynan millatlar raqobati ilmi metodikasiga, insoniyatning tarixiy shakllanishi tamoyillariga, insoniyat yer yuzida qanday yashashiga, odamlar, davlatlar, millatlar o'rtasidagi munosabatlarga tayanamiz. Shuning uchun bu xulq-atvor algoritmidagi motivlar hamma uchun bir xil. Maqsadlarga erishish usullari har xil. Shuning uchun bu sohani tushunadiganlar buni yaxshi bilishadi. Eng yaqinlari tarixchilar va yuristlardir. Ular ham sizga oldindan barcha bashoratlarni bera oladi. Agar siz bu ilmga, bu matematikaga chuqur kirib borgan bo'lsangiz, bunda hech qanday murakkablik yo'q. Har kim ham kranni ta'mirlay olmaydi. Lekin buni qila oladigan santexniklar bor. Bu ular daholar bo'lgani uchun emas, balki ular shunchaki shu ish bilan shug'ullanganlari, bu masalani o'rganganlari uchundir. Bu yerda ham xuddi shunday. Ya'ni biz millatlar o'rtasidagi munosabatlar qanday kechishini tushunamiz va bu qanday yo'l bilan amalga oshishini hamda bu munosabatlarning natijasi qanday bo'lishini bilamiz. Siz nimaga asoslanasiz? Millatlar raqobati. Keling, shunday qilamiz. Millatlar raqobati nazariyasi. Yer yuzidagi odamlar jamiyatlarda avvaliga qabilalar, keyinchalik esa davlatlar deb ataladigan birlashmalarda yashaydi. Hozir bu narsa millatlar, ya'ni davlatlar, millatlar deb ataladi. Mana hayvonlar ham, ular qandaydir podalarda, todalarda yoki boshqa bir guruhlarda yashaydi. Bu ularning hayot shakli va bu birlashmalar o'zaro raqobatlashadi. Bu raqobat tirik muhitdagi, tabiatdagi raqobat. Inson ham davlatlarda, millatlarda va undan oldin qabilalarda raqobat orqali yashaydi. Ya'ni agar davlatni hayvonot olimi bilan taqqoslasak, bu qanday deb to'di, to'g'rimi? Asalarlar todasi yoki bu borlar todasi. Uni chumoli uyasi deb hisoblang. U qo'pol qilib aytganda, mana shu chumollar uyasida yashaydi va boshqa chumollar uyasi bilan raqobatlashadi. Evolyutsiya natijasida bugungi kunda shunday chumollar uyalaridan 193 tasi qolgan. Siz davlatlarni sanab chiqqansizmi? Ha, bitta ro'yxatdan o'tganlarini. Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Va bu millatlar o'rtasidagi raqobatmi? Bu millatlar o'rtasidagi raqobat. Shundan kelib chiqib, insoniyat hayotining butun tarixi bu uzluksiz urushlardir. Bu raqobatning eng yorqin ko'rinishi sifatida. Mana siz istalgan tarix darsligini olasiz va odatda oxirida tarixiy voqealarning qisqacha tavsifi bo'ladi. Va u yerda faqat urushlar ro'yxati bor. Urus, Tontaris, Agdaris, Urus, Inklo. Mana shu millatlar raqobatining eng yuqori shakli sifatida, urushlar ko'rinishida raqobatning jamlangan ifodasidir. Barcha urushlar faqat hududlar uchun bo'ladi. Ya'ni hududlar uchun bo'lmagan urushlar oraliq bo'ladi. Ular odatda unchalik keng ko'lamli emas. Har qanday keng ko'lamli urush bu chegaralarning o'zgarishi yoki o'zgarmasligi natijasidir. Lekin o'shanda ham qandaydir hududdan voz kechish bo'ladi. Ya'ni bu ham xuddi hayvonlardagi yashash hududi yoki nazorat nuqtasi uchun kurashga o'xshaydi. Masalan, qandaydir podalar shu hududni nazorat qiladi.
Demak, millatlar o'zaro raqobatlashadi Va hududlar raqobatining mahsuloti ham shu. tirik qolish uchun. Ha, asosan bu tirik qolish, xuddi hayvonlardagidek albatta. Qarang, bu mutlaqo bir xil. Tirik qolish uchun. Ya'ni kim tirik qoladi, kim kimnidir yutib yuboradi, boysundiradi. Tirik qoladi. Lekin chunki millat bu, biz siz bilan muhokama qilganimizdek, chumolilar uyasi kabi. Demak, bu ham o'zining ishlash qoidalariga ega. Odamlar aslida hamma joyda bir xil. Bu yerda ham, Angliyada ham, Fransiyada ham. Lekin ularning jamiyati aynan mana shu jamiyat raqobatning hal qiluvchi bo'lgini bo'lib xizmat qiladi. Va shunga mos ravishda hududiy kengayish bu jamiyatga o'zgarish imkonini beradi. Boshqa odamlarni ham o'z ichiga oladi. Agar ular shu jamiyatning qoidalariga ko'ra o'ynashga tayyor bo'lsa. Ikkinchi yoki uchinchi avlodda esa ular allaqachon o'zlarini yutib yuborishganini unutib yuborishadi. Demak, milliy jamoalarning omon qolish uchun kurashi bu millatlarning raqobati bo'ladimi? Ha, yer yuzidagi barcha hududlar allaqachon bo'lib olingan. Shunga ko'ra, agar sen ko'proq bo'lishni istasang, uni kimdandir tortib olishing kerak. Nega hamkorlik qilib bo'lmaydi? Chunki insoniyatning umuman olganda tirik mavjudotlarning motivlari bu raqobatbardosh kengayish. Ha, ehtimol, nazariy jihatdan bori qo'y bilan hamkorlik qilishi, qo'ylarni boqib, ularning sutidan oziqlanishi mumkin. Ammo tabiatda bunday emas. Bu hayot. Aytaylik, Xudo yoki biror narsa hayotni aynan shunday tashkil qilgan. Inson tirik mavjudot sifatida o'zining yondashuvlari va prinsiplari bilan tirik tabiatning bir qismi, xuddi boshqa tirik mavjudotlar kabi. Miya bu xuddi bir asbobdek, u insonni boshqa tirik mavjudotlardan, masalan, yo'lbars, bo'ri, ayiqdan ajratib turadi. Ularda ham miya bor-ku. Foydalilik darajasi har xil. Ha, tirnoq, tish, quloq bor, lekin bu yerda yana kuchli miya ham bor. Lekin maqsadlar aslida o'zgarmaydi, to'g'rimi? Ya'ni barcha tirik mavjudotlar nima uchun yashasa, inson ham aynan shu uchun yashaydi. Mana men aynan shunga e'tibor qaratmoqchiman. Tushunyapsizmi? Barcha tirik mavjudotlar uchun muhim bo'lgan narsa insonda madaniy qatlam sifatida paydo bo'ladi. Ha, bu juda muhim, albatta tirik mavjudotlarga nisbatan 1000 barobar ko'proq, ha. Lekin aslida bu asosan ma'no va maqsadni o'zgartirmaydi. Ustqurma asosiy narsaning ustiga qo'shilgan qatlam. Ya'ni o'zi bo'yicha bu maqsadni o'zgartirmaydi. Ayniqsa bu millatlar o'rtasidagi raqobat kurashiga taalluqli. Alohida inson uchun millat ichida imtiyozli holatlar bo'lishi mumkin. U shoir yoki yozuvchi bo'lishi mumkin. Hamma uni yaxshi ko'radi. Lekin bu madaniy tarkibiy qismini kuchaytiradi. Madaniy tarkib esa millatning maqomini oshiradi. Millat maqomining oshishi esa aynan shu millatning raqobat kurashida muvaffaqiyatli bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun aslida millatlar o'zlarining shunday aytganda madaniyat arboblarini yaxshi ko'radi. Chunki geosiyosiy va tarixiy nuqtai nazardan mashhur madaniyat arbobi millatning ustunlik maqsadiga erishishda askardan ham yaxshiroq natija beradi. Xo'sh, shunday deyish mumkinki, ular har xil yo'llardan boradi. Askarning o'z vazifasi bor, madaniyat arbobining o'z vazifasi. Har xil sohalar. Lekin davlat uchun aslida bu o'z ta'sirini kuchaytirish uchun yagona maydon hisoblanadi. Har qanday yirik davlat, ayniqsa imperiya, siz aytgandek, davlatchilikning keyingi bosqichi sifatida kengayishni xohlaydi. Bu asosiy tamoyil, kengay. Agar sen o'z joyingni egallab olsang, masalan, bu hududda, Yevrosiyo mintaqasida jismoniy chegaralaring bo'lsa ham, albatta boshqa qit'aga ham kirib borasan. Bu tamoyil aytgancha, xuddi shu tamoyil Sovet ittifoqida ham bo'lgan. U umuman nega aralashgan? Butun dunyo bo'ylab inqiloblar uyushtirgan. Afg'onistonga. Xuddi shu tamoyil asosida. Faqat Afg'onistonda emas, ha, Lotin Amerikasida ham, hamma joyda, Afrikada ham. Chunki bu tamoyil, bu inson va millatning raqobat kurashidagi tamoyili, seni boshqalar to'xtatmaguncha kengayaverasan. Ya'ni sen o'zingni kattalashtiraveраsan, to seni ham kattalashayotgan boshqa birov to'xtatmaguncha. Mana shu ambitsiyalar to'qnashuvi aynan jahon urushi ko'rinishidagi keskinlashuv natijasida yangi chegaralarni belgilaydi. Hozir biz u yerda ham gaplashamiz. Hozir chet elliklar bilan ko'p muloqot qilish mumkin. Ilgari bunday bo'lmagan va umuman olganda hammasi normal odamlar. Oddiy nemislar, oddiy gollandlar, oddiy amerikaliklar, ular bilan bemalol gaplashasiz. Ular senga yomonlik tilamaydi. Men ham ularga yomonlik tilamayman, ha. Lekin aynan davlat tizim sifatida ular bir-biriga zid keladi. Ular o'rtasida ma'lum bir raqobat bor. Ha, lekin kichiklar o'zaro do'stlashmaydi. Ha, lekin unda nima qilish kerak? Agar biz odamlar bir-birimiz bilan yaxshi muloqot qilsak va bir-birimizga da'vo qilmasak. Lekin davlatda esa bor. Biz esa turli davlatlarga mansubmiz.
Nima qilish kerak? Jon Li. Bu hayotda shu hayotning qoidalari bo'yicha yashash kerak. Agar siz aynan o'z avlodingizda muammolar bo'lishini xohlamasangiz, demak, inson jamiyatida ishlab chiqilgan mexanizmlar bor. Masalan, banditlar. Ularning ham o'zaro munosabatlari uchun o'z qoidalari bor, to'g'rimi? Ha, ular bir-birini urishadi, o'ldirishadi, lekin baribir ular uchun ham ma'lum qoidalar mavjud. Va bu qoidalarda, masalan, ularning o'ziga xos rituallari ishlab chiqilgan. Biz buni huquq deb ataymiz. Ya'ni huquqdan oldin rituallar bo'lgan, keyinchalik ular aniq fan, hujjatlar ko'rinishida huquqqa aylangan. Men masalan yuristman, huquqiy hujjatlar ko'rinishida va hokazo. Ya'ni banditlar bir-biri bilan urushadi. Lekin bu har kuni bir-biriga o'q uzishadi degani emas-ku. Bu degani ular kelishib olishadi. Bir-birini otib tashlashadi, keyin o'tirib, yo'qotishlarni hisoblashadi. Kim nimaga qodirligini, qaysi banda nimalarga qodirligini inobatga olishadi va kelishib olishadi. Bu ko'chaning bir tomonini sen talaysan, soliq yigasan. Bu tomonni men talayman, soliq do'konlardan yigaman. Va bu hammasi urush tugadi. Keyin qarama-qarshiliklar to'planib qoldi. Ulardan biri u allaqachon zo'r ekaniga qaror qildi. U yerda 500 emas, balki 1000 ta bandit bor edi. Va yana Yoki boshqa so'z. Ha, yoki boshqa so'z, yana urush, keyin yana kelishib olishadi. Aslida insoniyat mexanizmi ham xuddi shunday ishlaydi. Faqat bu huquq deb ataladi. Ya'ni jahon urushi, kelishib olishadi. Agar biz huquq, millatlar raqobati va uning huquq shaklidagi tashkil etilishi haqida gapiradigan bo'lsak, hozir nima qilish kerakligi haqida javob olasiz. Faqat Rim imperiyasi 2000 yil oldin nima qilganini emas, balki hozir nima qilish kerakligini ham bilasiz. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Chunki tizim bitta. Ha, hammasi bir xil. Ma'lum bo'lishicha, hammasi umuman bir xil. Tabiatda ham, odamlar orasida ham, banditlar o'rtasida ham, davlatlar o'rtasida ham. Hammasi bir xil, prinsip ham bir xil, hamma harakatlar ham bir xil. Shuning uchun, agar siz bu prinsiplardan xabardor bo'lsangiz, prinsiplar asosida strategiya tuzib natijaga erishishingiz mumkin.